Siz UGC creator bo'lishingiz kerak desam, ko'pchilik bu narsa nimaligini bilmayapti. UGC creator bu ya'ni user generated content, foydalanuvchi tomonidan yaratilgan content. Hozirgi kunda brendlar katta millionlik blogerlar emas, UGC creatorlarga ko'proq reklamaga pul to'lashyapti. Ya'ni UGC bu mana sizga tushuntiradigan bo'lsam, oddiy tilda reklamaga o'xshamagan reklama. Tushunyapsizmi? U narsa reklamaligini boshqa odamlar bilmaydi. Shunaqa qilib siz brendlar uchun maxsus videolar tayyorlab berasiz va pul olasiz. Har bitta yaratgan video va rasmingizga. Nafaqat video, balki rasmlar ham bu UGC content hisoblanadi. Agar UGC creator bo'laman, UGC haqida ko'proq ma'lumotlarni olaman, o'rganaman, izlanaman va shu kasbni egallayman deydigan bo'lsangiz, mana 30 kunlik marafonimga sizni taklif qilaman. Marafon haqida to'liq ma'lumot bilish uchun marafon so'zini kommentariyada yozib qoldiring va men sizga to'liq ma'lumotni yuboraman.